Bugun O'zbekiston Portugaliyani qo'y yog'isini chiqaradi. Komil! Kechir meni hayotning nodon bolasi. Qadringni bilmadim, ey birinchi yor. Sotak, yurmayqa futbol ko'ramiz. Xotin endi uzr O'zbekiston o'ynaydi-da. Yetta kelib qo'ydingmi deyman-da, ammo monitorda zo'rini o'rnatibdi. Bugun futbolda qichig'i bo'ladi. Va rais bor ekan, men ham futbolni cho'tga o'ynayman, bitta ko'ring. Skori chaqiringlar, kim ichirdi bunga? Futbolchi degan manaqa bo'ladi. Men mahallani komandasiga legioner olib keldim. Katta transfer qildim, qarab turish. Mana bolani qo'shni mahalladan 2400 so'mga sotib oldik. Hozir driblingni ko'rib chiqamiz. Pulga kuydik. Yuring sekin, ha. Nima bo'ldi bunga? Ha, rais bu Ronaldo muxlisi. Kecha Messi 2 ta o'yinda 5 ta gol urgan ekan, mazasi qochib qoldi. Bugun o'zbeklar Ronaldo'ni qamanda o'qiladi, komaga tushirib qo'yadi. Rais yoshingiz 69 da bo'lsa ham, chosharingiz qop-qora, cho'tga turadi. Buni siz nimada? Ha, hayvon 8000 galik 2 litrli shampunlardan ishlatmasdan, manaqa HSRV degan original shampunlardan ishlat, soch tanlamaydi. Sochni ildizini mustahkam qiladi, yallig'lantirmaydi. Hidi ham qichiq, uzoq turadi. Nomi esingdan chiqmasin, magazinga borganda makillamagin. HSRV. Ha. Futbol vaqti ham bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 23-iyun, seshanba. Bugun O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynaydi Ronaldo. Tufligim ko'rindimi? Ko'z tegmasin, mahallamizning blogeri zo'r ijod qilyapti. Podpiska tashab qo'yish. Rais boshlandi. Ronaldo qoch qusonib kelyapti. Bo'pti. Jichikka chopib ketdikmi deyman-da. Mana sinnayin qulog'imga teyapti. Yana keldik. Tish. To'y boshiga qarab chalamiz. Menga qarang, karnesini keldimi? Ha, mana kelishdi mana. Onangni kech qolib ketdik-da. Tez ketdik. Kirvokanda baqachaq qilib, unda qo'yib berlar. Kelinglar. Akalar assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qo'shniga pataxali bo'lib qoldi. O'shanga kelinni karnesini olib chiqib keta olasizlar. Bo'l. Baxtli bo'linglar, sog' bo'ling. Kerak emas, karnesini, kerak emas. X chaldi ya. X. Endi nima deyapti? Yakka qilib chol deyapti. Senator tushundik shekilli. Big'illatgani kelyapti. Turgani kelyapti, qoshdek. Mahallamiz o'ta go'zal, lutf. Judayam. Onangni gir. Uni bizni urgan kuyov bo'lami? Biz uramiz. Qo'y yog'isini chiqaradi. Big'illatamiz, yurchi. Sen bizni uroding o'rtoqlaring bilan bizni mahallada nima qilyapsan? Kimsizlar o'zi? O'zim. Men tanimayapsan. Men mahallani Bratan lo'g'asi bo'lim. Opa, lo'g'a, delayet neplохо. O, ashu. Oshnam taniyapsanmi? Marata Mo'ylov. Bir urama, onangni ham giri. Voydot. Mo'ylovni teskari qilib qo'yadi. Yo'nga sabata deyapti. Lutfulla sen gaplashadigan ekanda. Assalomu alaykum jigarlar. Ulug' ayyom kunida nima qilamiz? Urushib, mana ko'rib turibman, mashina yuvarkansizlar, baloni Messi ekan. Sizlarga 4 dona barshinalar dab kelganman. Buni taqasizlar, kemada ketganda yumshoq ketasizlar. Jahon standartlariga bemalol big'illatib javob beraveradi. Mana olinglar. Yo'q, bu yoqlar qara. Sizlarni ko'rib, balonlar ham yurib ketvordi, mehmonlar. Biz 170-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku. 170 diyover, ketdik. Otaxonlar mana dacha. Faqat qiz-piz olib kelmaysizlar. Nimamizga hisob kelamiz? Qudandali odam bo'lsak. Nimadir deng, quda? Indamay, xo'p deb qo'yavering, quda. Onangni ham gulg'oma issiq ekan, ey. Ha, o'zi savri issiq bo'ladi-da. Indir. Suvsin. Mazzayu. To'g'risini ayt, qaysi birinchi chiqardi? Emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Chakras qo'y yog'lar surtib, relax. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir seyf olishga. Adikolonni zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jitcha g'alati emasmi?
Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdikmi? Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a. Yakshanba kuni dam oladiganingda men o ko'zing yo'layimni o'ldirib uyda yig'ishtirish kerak-da. Oyog'im to'lib ketdi. Jitta jippa-jip qilib turgan. Aya, narkoxonaga chiqib tursak bo'lmaydimi? Narga uyib olinar ekanman, qurisin keyin kirasanlar. Hatyab yakshanba kuni dam olaylik. Voy, jitta dam olib olay, ertadan sug'ur kuni boshlanadi. Kimi adam telefoniga hozir nimadir topasizda keyin ajrashaman deysiz. Maqsad ajrashishmi? Dadasi turing bozorga qilib kelamiz. Ha, ming'illamay yo'layasiga o'xshab jag'i tinmaydi buni. Nima dedingiz? Yo, madam Fufu, siz nima desangiz shu? Yakshanbada ham dam olamiz o'zim. Aka qo'y yog'idan oling, qo'y yog'idan. O'zi qo'y yog'im chiqib turibdi. Tezroq yuring dadasi. Aka, sizlarga jalba tushibdimi? Qanaqa jalba? Ha, xotiningiz har 2 soatda pirsos qilar ekan. Ovozga chidolmay qo'shnilar jalba qilibdi-yu. Yo, jalba tushgan yo'q. Jalba qilgan? Jalba yo'q. Jalba qilgan. Va jalba yo'q. Yo'q jalba tushmagan. Xonsaroyda uy olib chiqib ketamanmi deyman-da, shu ovozi ham eshitilmaydi. O'ta mustahkam. Nima tozalikka qarash yomonmi dadasi? Hapchi! Odamni sharmanda qilding. Ming marta aytganman ko'p bo'yanma deb. Ha dadasi, shunchaki aks turdim xolos. Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelinaveradi. Kimni navbati? Sizda nima kasallik? Yo, menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, aka. Biroq unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlamayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishoning. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, baza qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yag'i bilan o'tgan safar ichishga qarshi lecheniya qiluvdik, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsa, bitta barmog'ingni uydagilarning kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini ham sen qo'yag'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, Tavuk tog'a. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zing yo'laymi o'liga. Endi jincha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Sizlar ham mana raya suvlardan ichinglar, o'zimiz Anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zamzam suvlari qo'shilgan. Oyog'im qizyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon. Oling bana kvadroberizni. Yashamaylik ekanda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Wow, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tayinlayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgani. Yaxshimisiz? Oshalarimiz bilan kemas narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sen bezbezroq ekan, qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi unda aylanamiz. Jichi uyalcha ekan-a, dada? Jichcha emas, ancha. Shu dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz, qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Selab pasta bo'lib ketdi. Antoshka, paydim papay kartoshku. Bo'ldi, jannim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa detskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaman. Yesanglarchi, endi qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilab chiqib oldingiz.
Bo'pti, menga qarang, mashina-poshinangiz bormi o'zi? Mono bor, mono. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopriz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilanda. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Ey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganday o'tib ketadi. Sizni mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi. Ashnaqa. Zavtriga bo'ldimi deyman, chiqmayapti-yu. Guli olib keldim. Olib keldingizmi? Sho'rbodiringmi? Bir qo'limda onama, bir qo'limda ayolim. O'rtada vadang ham bor, olib kel, zaksga qilaman. Chaqirasiz, mana chisnoylari bor ekan. Dada, meni xotinim ham homilador. Bechara issiqda qiynalib ishlayapti. Bu nima qilganinglar? Ha ishlaydi, mayfaytga oling, taqdirlar bo'lyapti kampir. Dada, baribir gazak semishkasi zo'rda. Ta'mi ham zo'r. Ichidan $5 pul ham chiqyapti ekan. Uf, jonimga tegib ketdi. Biz homiladormiz. Ozgina yordam beringlar. Omborxonaga tug'ib qo'ymanglar yana. Endi chumchuq bo'lib bering. Dada, keliniz g'alati taksi ko'z bo'pti. O'zing ayt. Dada, sizni umuman ko'rgim kelmayapti. Bas ko'zimga ko'rinmang. Turga qol bo'lmasa kelingni. Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashinani oqartirib qo'yaman yana. Bunday-chi? Ana krasavchik bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz. Dadang keldi, qiz. O'g'ilton yarim kechasi qo'y yog'i yeb yuribsizmi? Otaxon chumizga nasizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'pti. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotda dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman, qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomon qildi otaxon. Pato yordingiz lekin, sizni buyuk kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, maytay plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mashina o'tirib tur. Davay pa. Mashinani qarasalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizimchicha yig'ib qo'ygan pulim bor, tashinga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Chiq ekan, seni. Vo, bu Cherry'ni qanaqa modeli? Bunisi Tiggo 7 Pro. Hozirgi ko'rgan ikkala avtomobilingizni ham boshlang'ich 25% dan to'lab, qolganini 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Rostdan boshlang'ich 25% dan to'lasam bo'ldimi? Yuring olaman seni. Qizim, vodiyda filiallar borligini umuman bilmagan ekanman. Albatta, Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda ham Cherry'ning filiallari bor. Ha, vodiyliklarga maza bo'pti-da. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi, qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekan-da, yetdagi keli mana. Olmab, mashina olaman o'ylayman, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sekin ketgan. Mashina olib minib yuraman deyapti-ma. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Inayni hammasi deyman, ko'tarishdi, hayvon.